Attestatsiyadan ikkinchi mini testga yechimni boshlaymiz. Birinchi savol. Px va Qx ko'p xatlar uchun tenglik bor. Px qo'shib 4 ko'p xatning koeffitsentlari yig'indisi 20 ga teng. Koeffitsentlar yig'indisida x ga 1 qo'yiladi doimo. X ga 1 qo'yib olsak P4 barobar 20 paydo bo'ladi. Q3x plus 1 ning ozod hadi. Bunda 0 qo'yiladi x ga. X ga 0 qo'yilsa Q1. Q1 ni topishimiz kerak ekan. Endi bizda P5 bor, Q1 kerak. Yuqoridagi tenglikda P5 hosil qilish uchun x ga 2 qo'yishimiz kerak. X ga 2 qo'yib olsak, birinchi tenglikka P5 taqsim Q1 minus 2 teng 2 bo'ldi. P5 20 ga teng. Hisoblaydigan bo'lsak, Q1imiz 5 ga teng chiqdi. D javob. ABCD kvadratda y nuqta shunday olinganki, bunda AY perpendikulyar YBga. AD uchburchak yuzasi 9 bo'lsa, AY kesim uzunligini so'rayapti x dan. Bu yerni alfa deb belgilaymiz. Bu burchagimiz 90 minus alfa bo'ladi. Bu yer ham alfa. Kvadrat bo'lgani uchun A bo'ldi, A bo'ldi. Birinchi yozyapmiz. Sinus alfani topadigan bo'lsak, to'g'ri burchak uchburchakda AYB uchburchakda x taqsim A bo'ladi. Endi ADY ning yuzasi nimaga teng? Tomonlar AX ular orasidagi burchak alfa 9 teng bo'lyapti. Sinus alfani o'rniga biz qo'yib yuboramiz. Sinus alfani o'rniga x taqsim A qo'yib yuboramiz. Natijada 18 teng A la qisqarib ketadi, x kvadrat bo'ladi. Bizdan x ni so'rayapti. Javob 302. Uchinchi savol, berilgan integralni hisoblashimiz kerak. Integralni maxsus yo'lda yechgan ma'qul. Y deb belgilash kiritib olamiz. Bilamizki, y katta yoki teng 0. Kvadrat ildizdan manfiy son chiqmaydi. Kvadrat ko'tarib olamiz. X kvadrat qo'shib y kvadrat teng 36 va y katta yoki teng 0 dan. Aylana chizib olyapmiz. Maxsus usul orqali yechib ketamiz. Aylanadan foydalanib. Bu bizda hozir mana bu nima? Markazi 0 nuqtada bo'lgan, radiusi 6 ga teng bo'lgan aylana. Lekin y katta yoki teng 0 dan degani uchun birinchi, ikkinchi chorakda olib qolamiz. Yarim aylanaga aylanadi. Qolganini o'chiraveramiz. Yarimta aylanib qoladi. Birinchi, ikkinchi chorakda olib qoldik. 6 minus 6. Son bersak ham chiziladi. Yarim aylana bo'ldi. Endi 0 dan 6 gacha integrallaymiz. Integral bu yuzani beradi mana shu yerda. 0 dan 6 gacha integrallasak bu pi taqsim 4 r kvadratni beradi. Chorak doira. Radius 6 ga teng. Mana shu ifodamiz aylana tenglamasidan 36 bu r kvadratni beradi. Javob 9 pi. Agar fx funksiya uchun quyidagi tenglik o'rinli bo'lsa, f minus 1 imiz gx bo'lsa, endi bizda xossamiz bor. F a teng b bo'lganda a teng f minus 1 b bo'ladi. Shu xossani qo'llaydigan bo'lsak, x kvadrat plus 1 taqsim 2 qolyapti. F minus 1 o'ng tomonga o'tib ketadi. Va bizda hozir f minus 1 imiz j ga teng. Bundan ko'rinib turibdiki, biz qo'rqmasdan j deb yozsak bo'ladi. Hosila 1 ni so'rayapti. Ikkala tomonidan ham hosila olamiz. Ikkala tomondan hoslasak, hosila olamiz.
Chap tomondan olsak 2x taqsim 2. O'ng tomondan olsak j dan hosila ichkari o'zgarmaydi. Ko'paytirib yana ichkaridan hosil olsak 3x kvadrat taqsim 3 bo'ladi. Va bizda j'1 ni so'rayapti. Uning uchun mana bu qavsni ichini 1 ga tenglab olamiz. j' agar 2 ni so'rasa, qavs ichini 2 ga tenglaymiz. X teng 1 chiqadi. Demak, x larga 1 qo'yib yuboramiz. O'rniga qo'yadigan bo'lsa, x o'rniga 1 qo'ysak 1 teng j'1. Mana x ning o'rniga 1 qo'ysak, qavs'ichi 3 taqsim 3 1 bo'ladi. Va bu tomonga ham 1 qo'yib yuborsak, 3 lar ketdi, 2 lar ketdi. 1 ni kvadrati 1 ga teng. j'1imiz 1 ni 1 ga bo'lsak, albatta 1 bo'ladi qiymat. Trigonometr tenglama yechishimiz kerak. O'ng tomonga o'tib boramiz. Bizga ma'lumki, formulaga ko'ra sinus kvadrat x dan kosinus kvadrat x ni ayirsak, kosinus 2x bo'ladi. Ikkala tomonda bir xil ifoda paydo bo'lgani uchun buni qisqartiramiz, lekin 0 ga tenglaymiz. Kosinus qachon 0 ga teng bo'ladi? Qachonki 90 gradusda. X barobar pi taqsim 4 plus pi k taqsim 2. Bu yerda sinus qachon 1 ga teng bo'ladi? 90 da. 2 pi k. Biz 0 pi kesmada deyapti. 0 pi kesmada k ga 0 bersak pi taqsim 4, k ga 1 bersak yechim chiqadi. 3 pi taqsim 4. Ikkita yechimi bor. K ga 2 bersak katta bo'lib ketadi. Bu yerda k ga 0 bersak 90 chiqadi. Bitta, ikkita, 3 ta yechim bor. Demak, bu tenglamadan k ga 0 va 1 bersak 0 pi kesmaga tushadi. Bu tenglamadan faqat k ga 0 bersak kesmaga tushadi. 6-savolga yechim. Rasmda ikkita bir xil konus tasvirlangan. Agar konusdagi suv hajmlari yig'indisi 80 ga teng bo'lsa, konuslardan birining hajmini toping. Bir xil konuslar ekan, radiuslardan ketamiz demak. O'xshashlikni qo'llasak ham bo'ladi. 4 u 2 bo'lyapti. 2 u 4 bo'lyapti. Bizda o'xshashlikda tomonlar nisbati 4 u 2 bo'lgani uchun buni qisqartirib yozsak bo'ladi. 4 2 ga nisbati 2 ni beradi. Buni o'xshashlikdan yechamiz. O'xshashlikda balandliklar nisbati shu radiuslar nisbatining kubi hajmlar nisbatiga teng. Hajmlar nisbatiga teng. Shuning uchun osongina yechib qo'ysak bo'ladi. Masalan, shu turishda ham yechsak bo'ladi. Mana 4 kubini 4 kubini ich. Boshqa rangni belgilaymiz. 4 kubi 64. Mana yerda 64 v deymiz. Jami 6 mi? 6 ni kubi 216 v. Jami 216 v bo'ladi. Bu qismga demak 216 v dan 64 kelsa 152 v qoldi. Endi xuddi shunaqani o'xshashlikda, demak mana 3 dan olish kerak. Bu tomonda 3, bu tomondami 2 ni kubi 8 v bo'ladi. Jami 6 bo'lgani uchun balandlik jami 6. 6 ni kubi 216. 216 dan 8 da ayiramiz. Mana bu yer 208 v va yordamchi noma'lum. Bizda 152 v ga qo'shamiz 8 v ni 80 bo'lyapti. V ni qiymatini topib olamiz. V teng 1 taqsim 2 bo'ldi. Mana so'rayapti bizda. Konuslardan birini hajmi va konusning hajmi 216 v bo'ladigan bo'lsa 108 bo'ladi. Mana bitta konusning hajmi 108, buniki ham 108. 7-savolga yechim ko'ramiz. ABC uchburchakning tomonlari 13, 14, 15. Agar A nuqta ABC uchburchakka ichkisilgan aylanma markazi bo'lsa, AOC uchburchak yuzini toping. Mana bu bizda radius bo'ladi. Birinchi o'rinda 13, 14, 15. 13, 14, 15 bo'lsa, geronni yuzdan topishimiz kerak. Uning uchun yarim perimetr topib olamiz.
21 ga teng. Endi S ABC uchburchak yuzasining Geron formulasini topaylik birinchi o'rinda. Ilzosi 21 3 ayirsangiz 8 7 6 84 chiqadi bu. Endi ABC uchburchak yuzasi chiqadigan bo'lsa, ikkinchi tomondan oladigan bo'lsak, men radius dedik. Mana shu narsa radius bo'ladi. S ABC uchburchagining A OC uchburchak yuzasi nimaga teng? 15 karra radiusni yarim. Hop, radius nimaga teng? Radius 2S taqsim perimetr degan formula bor. Xuddi shundan perimetr 42 4 chiqyapti. Demak, radiusga 4 oladigan bo'lsak, javob 30 bo'ldi. Javob variantini to'g'rilab qo'ydik. Masalan, C javobi to'g'ri keladi. Qaytadan tushuntiramiz. ABC uchburchagining yuzasini Geron formulasi orqali topdik. 84 ga teng. Radius 2S taqsim perimetr formula orqali ichkisiga aylangan radiusini topdik. O nuqta ichkisiga aylangan markazi edi. Radiusimiz bizda 4 chiqdi. Keyin AOC uchburchak yuzasida balandlik radius bo'ldi. Javob 30. C javob. Ikkita mototsiklchi bir vaqtda birinchisi 80, ikkinchisi 60 tezlik bilan bir startdan poyga boshladi. Demak, birinchisi 80, ikkinchisi 60 bilan boshladi. Yarim soatdan keyin shu yerdan va o'sha yo'nalish bo'yicha 3-poygachi yo'lga chiqdi. Agar u ikkinchi poygachini quvib yetganidan 1,5 soat 15 daqiqa birinchi poygachini quvib yetgan bo'lsa, uchinchining tezligini toping. Demak, yarim soatdan keyin yo'lga chiqadi. Buni tezligini kattaroq albatta v deylik. Demak, bu birinchisi yetib olyapti. Demak, u ikkinchisi ketyapti birinchisi, ikkinchisi bilan yetib olyapti turganda qaranglar, 60. Bu t vaqt yurganda, bu yarim soat kam yurgan, v ko'paygan, t minus 1 taqsim 2. Yetib oldi. Demak, 60 bilan t vaqt yurdi, bu yarim soat keyin yurdi, v bilan t minus 1 taqsim 2 yurdi. Endi bunga yetib olganda qancha yurdi? Bu 80 lik qaranglar. T vaqtdan bu bilan t vaqt uchrashdi. Bunda yana 1 soat 15 daqiqa. Yana 1 soat qo'shilgan 1 soat 15 daqiqa. Bu 75 taqsim 60 bo'ladi. 75 taqsim 60. Teng v tezlik bilan qancha bu bilan qanchada? Bu yarim soat kam. Yarim soat kam yurgan-ku. Bundan 30 da ayirib oladigan bo'lsak, 40 t 45 taqsim 60 bo'ladi. Bo'lib olsak, t topilar ekan bo'lib olamiz. Yigirmaga bo'lyapmiz. Va qisqarib ketdi bo'lganimizdan keyin. Proporsiya qo'yamiz. Bitta bu chekkada yozaylik. O'ng tomonga bityapmiz. To'rga ko'paytirib olamiz.
Bizda albatta musbatni olamiz. T teng 5 taqsim 4 chiqdi. T 5 taqsim 4 chiqadigan bo'lsa bizda nimani so'ragan o'zi? Tezlik so'ragan. Tezlikni topib qo'yamiz. T 5 taqsim 4 ni birinchi qatorga qo'yib yuborsak v chiqyapti. 60 ko'paygan 5 taqsim 4 taqsim 5 taqsim 4 dan 1 taqsim 2 ni ayiramiz. 100 ekan javob. To'qqizinchi savol yechim. Rombning tomoni to'rga, o'tkir burchagi 30 gradusga teng. Rombning diagonallar kesishgan nuqtasidan uning tomonigacha bo'lgan masofani toping. Rombda diagonal o'tkazib yuboramiz. Rombning diagonallari kesishganda o'zaro 90 gradus osida kesishadi. Birinchi xossa. Ikkinchi xossamiz rombning diagonali bisektrisa bo'ladi. O'tkir burchagi 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchagimiz 1/2 15 bo'ladi. Bu tomoni 1/2 15 bo'ladi. Endi bizda mana shu kesmani so'rayapti. 4h. To'g'ri burchakdagi ajoyib bir xossani eslatib o'tamiz. Buni bir isbotlab beraman bir chekkada. Agar burchagimiz 15 gradus bo'lsa, balandlik bo'lsa, meta median o'tkazamiz. Median o'tkaziladi. Median o'tkaziladigan bo'lsa, bilamizki, mediana qanday bo'ladi? Gipotenuza ikkita medianaga teng. Bu ajoyib xossa. Shuning uchun bu yer ham mediana bo'ladi. Mana shu kesma ham va bu yog'i ham mediana bo'ladi. Mediana bo'ladi. Xuddi shuning uchun mediana bo'lib qolgani uchun bu yog'i ham mediana, bu yog'i ham mediana. Teng yonuvchi burchak paydo bo'ladi. Men aytaman 15 gradus. 15 ga 15 ni qo'shadigan bo'lsak, men 30 bo'ladi. Qaranglar. 30 gradus qarshi katetning 2 baravari gipotenuzaga teng. Mediana ikkita balandlikka teng. Ha, gipotenuza ikkita medianami? Bu degani 4 ta balandlik. Mana uch burchakda qaytaraman. 30 gradus qarshidagi katet h bo'lsa, gipotenuza uning 2 baravariga teng xossadan foydalandik. Endi bizning savolimizda gipotenuza 4 ga teng. To'g'ri burchakda balandlikni topadigan bo'lsa, javob 1 chiqadi. ABC trapetsiya ichki va tashqi aylana chizilgan. Agar trapetsiyaga tashqi chizilgan aylana radiusi 12 ga chizaylikchi, mana shu ga ham tashqi ham ichki aylana chizilgan. A, B, C, D ga. Diagonal o'tkazaylik. AD asos va AC deganlar orasidagi burchak kosinusi. Mana shu burchak deylik. Alfa kosinus alfamiz 3 taqsim 4 ekan. Ichki aylanasini toping deyapti. Endi yon tomonni C deb belgilasak, boshqa rangda belgilaylik. C desak, C asoslar AB. Tashqi aylana radiusi hozir bu yerda 3 burchakdan ketadigan bo'lsa, tashqi aylana radiusi C taqsim 2 ta sinus alfa bo'ladi. Shu yerdan hozir sen topib olamiz birinchi o'rinda. Kosinus alfadan sinus alfani topsa bo'ladi bemalol. Ilzosi 7 taqsim 4 bo'ladi. Endi C'miz 2 ta R radius 12 va sinus alfa. Metdan bitta balandlik tushiraylik. Bizda xossa bor. Mana bu kesmalarimiz. Mana shu kesmamiz. Asoslar yig'indisini yarim bo'ladi. Bu yerimiz asoslar ayirmasini yarim. Bu trapetsiyadagi xossa. Ichki aylana chizilgan. Ichki aylana chizish shartiga ko'ra A plus B teng C plus C. Demak, 2 ga bo'lib yuborsak A plus B taqsim 2 C ga teng. Demak, biz C ni topdikmi? A plus B taqsimini topganmiz. Mana bu yerda hashimiz 2 ta yerga teng. Hashimiz 2 ta ichki aylana radiusi. Ana endi tangens alfa nimaga teng?
tangensafi 2r taqsim a plus b taqsim 2 bo'ldi. Bu bizda s ni beradi. Xo'sh, mana bu yerdan tangensafini topaylik. Tangensafi bu sinus taqsim kosinus bo'lib, ilzosi 7 taqsim 3 ni beradi. Bitta o'rniga qo'ysak, ilzosi 7 taqsim 3 ko'paytiruv. Bu darsamiz s ga teng, mana bunga teng. 6 ilzosi 7 bo'ladi. Teng r teng 7 bo'lyapti. Shu bilan berilgan 10 talik attestatsiyaga doir mini testni tugatdik. Shunga o'xshash savollarda ko'proq o'rganish uchun bizning sahifalarimizga obuna bo'ling. Bu testni qaytadan yechib qo'ying. Qaysi joyi siz uchun murakkab bo'lsa, videoni to'xtatib tahlil qiling.